Salom, bugun sizlar bilan yana o'sha men. Bugun biz xohlagan o'yiningizni mod qilib beraman. Qanday qilib desangiz, unda videoni ko'rasizlar. Videoni ko'rishdan oldin obuna bosib qo'yinglar. Ana ketdim. Birinchi navbatda sizlarning yoqtirgan o'yinlaringiz. Masalan, men yoqtirgan o'yinim Track Chris of Air 3. Shuni men sizlarga mod qilib beraman. Lekin bitta buni emas, qolgan o'yinlarni ham mod qilib bersam bo'ladi. Qani ketdi. Birinchi bo'lib Google'ga kiramiz. Google kirgandan keyin poyz qidirishga kiramiz va Happy Mod deb yozamiz. Happy Mod yozilgan ekan. Mana shu yerdan любой tanlab olasizlar, hammasi bitta narsa. Lekin bu Play Market'ga bo'lmaydi. Kirasizlar. Flashni bosasizlar. Bu yuklansin. Keyin shunday Happy Moddan kirib, xohlagan birorta o'yiningizning nomini yozsangiz, o'zi chiqib keladi. Yuklangandan keyin Happy Modga kiramiz va bunda xohlagan o'yiningizning nomini yozasiz. Hozir men ko'rsatib o'taman. Yuklansin. Va shunda biz mana shu Happy Mod yuklangan bo'ldi desak ham bo'ladi. Va bunga kiramiz. Start bosamiz. Ozgina kutamiz. Yuklangan narsamizga kiramiz. Va Happy Modga kiramiz. Happy Modda rashin bosamiz. Tepada, masalan, yuklagan narsamiz tepasida nimaga bunday Happy Modda bunaqa rasmi chiqib qoldi deslaring, undan xavotir olmanglar. Chunki bu telefonda shunday, bu Happy Mod o'chirmasa bu narsa ketmaydi. Borligini bildirib turadi Happy Modda. Keyin o'shanday qilib Track o'yinini yuklaymiz. Track deb yozamiz va o'yinimiz o'zi chiqib keladi. O'yinimizni to'liq nomini yozasizlar. Shuni chiqib keladi, bu shunga ishlamay qoldi. Va shunaqa tortib olasizlar uni. Va modli qilib o'ynaysizlar. Videoim yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bosib